ruslar Avstriyada ketyapman. Mana mashinani oldida politsiya aniq qilib сопровождение qilib ketyapti-da, hozir mana bu yoqqa o'tib olaylik. Mana Avstriyada ketyapman. Xullas, kimi izdivosiya qilyapti, ko'ringlar. Kim ustidan kim kulyapti hozir? Men tushunmadim hozir. Bitta o'yinchoqni qo'yib qo'ygan Mahmudga, bitta o'yinchoqni qo'yib qo'ygan. O'yinchoqni kichkina mashinachalar bo'ladi. Shu o'yinchoqni qo'yib oldida politsiya yo'l qarab ketyapti. Nima degani bu? Nima deb tushunsa bo'ladi buni? Strategiya qilib o'zlarini aniq qilyapti. Prosta uni ko'rdim oldin, video olishdan oldin men yaqinlashtirib bir ko'raychi. Bu nima ahvol bu? Ko'ringlar, politsiya уже как положено yo'lni qarab ketyapti. O'yinchoqni yo'lni qarab ketyapti. Ko'ringlar. Bu nastoящий o'yinchoqda bu. Mana o'yinchoq. O'rtaga o'yinchoqni qo'yib ketyapti bular. Qayergadir ketyapti bular. Qayerga ketyapti? Tushunmadim.